Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozir biz xurmo bozordamiz. Xurmo ekilgandan keyin birinchi qilinadigan ish cheti mana xasha bilan o'rab qo'yiladi. Mana mendan baland bo'yi, men bo'yim 1.90. Keyin o'rtasida mana shunaqangi yangi o'sib chiqadi mana. Va ikkinchisi ekilgan daraxtni o'zi haqiqiy ekilgan paytda bargi bilan ekiladi. O'sha bargi qurib qoladi. Keyin mana bu qurigan bargi mana ekilganda mana shaqacha bo'lgan. Mana shu eski ekilganlar hammasi qurigandan keyin mana bo'yi mendan o'sib ketdi 2 metr atrofida. Mana shunaqangi o'rtasidan chiqib keladi. Birinchi kelgan payt mana mashina kelgandi. Mana mashina yam-yashil bo'lib turibdi. Bo'ldi, endi buni umri tugadi. Mana bu daraxt ketdi, tepaga qarab ketadi. Bular ham xuddi shunaqa. Mana ko'rganingizda misol qurib qolganda o'ylashingiz mumkin. Bu qurib qolmagan u. Cheti qurib, mana o'rtasida yangi barg bo'lib chiqib keladi mana. Mana. Keyingilari ham xuddi shunaqa. Mana buni ko'rgan odam chetdan qaragan, "Voy, kelgan daraxtimiz qurib qolibdi" dedi. Bu qurib qolgani yo'q mana. O'rtasidan yangi daraxt o'sib chiqdi mana. Sveji. Xuddi shunaqa ketaveradi. Hamma daraxtlar xuddi shunaqa. O'rtasidan yashil bo'lib chiqib ketaveradi, xudo xolisa. Va shunaqangi katta-katta daraxtlarga aylanadi, Allohning xohishi bilan. Bu ham xuddi shunaqa. Voy, qurib qolibdi deysiz, qarasangiz mana. Ham yashil bo'lib o'sib ketdi. Orasida bu oldinga ekilgani mana masjidgacha ekilgan bo'lgan mana. Oldinga ekilgani qurib, mana yonidan o'rtasidan yangi barg o'sib chiqdi mana. Bu eskisini kesib tashladi. Orasini ochadigan bo'lsak, mana o'rtasida yangi daraxt turibdi. Bu ham xuddi shunaqa. Qurganga o'xshaydi, yo'q. Eski barglari quriydi, mana. Yangisi o'rtadan o'sib chiqqan mana.